Iroda, nega unaqa qilding qizim? Oyim, yana bitta onam bor. U ham bo'lsa siz. U xotin na meni, na akamni, na ukamni onasi emas. Bizani yoshligimizda u xotin tashab ketgan. Iroda. Labbay. Ke, qizim. Sen endi katta qiz bo'lib qolding. Hamma narsani tushunasan. Men onangni yonini olmoqchi emasman. Lekin nima qilganda ham u seni onang. 9 oy yuragini tagida olib yurgan. Seni katta qilgan. Akangni katta qilgan. Chaqaloqligingda kechasi uyqusidan kechib mehr berib o'stirgan. Unga ham oson emas, bolam. Katta bo'lsang, ona bo'lganingda tushunasan.